Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli ko'ruvchilar. Istiqlol kundalik xabarlar programmamizni ko'rishingizni qarshi olamiz. Men Abdullah Yalqun. Programmamizda vatanimiz Sharq Turkiston va dunyo kun tartibidagi eng muhim xabarlarni huzuringizga sunamiz. Qaynamizda qitinglar, ekranimizda bo'lsin. Xitoy Bengal musulmonlarining ko'zini bo'yashga urindi. Bengal İslam Partiyaları Birleşme Vakillar Ömeki 4 dekabr Sharq Turkistonni ziyorat qilgan bo'lib, Xitoy amaldorlari irqiy qirg'inchilik jinoyatini pardozlab ko'z bo'yashga urindi. Urumchiga borgan Bengal ziyorat o'mekini Mashinruy va boshqa qo'rjoq amaldorlar kutib olgan bo'lib, u burunqidakla irqiy qirg'inchilik jinoyatini inkor qilib, Sharq Turkistonda xalqning baxt saodat ichida xo'shal-xo'ram yashayotganligini, turli huquqlaridan bahramand bo'layotganligini, Xitoyning terrorlikqa qarshi turish va asabiylikni tugatishni qonun bo'yicha ijro qilganligini aytib bildirgan. U yana bir qism davlatlarning Sharq Turkiston masalasida Xitoyga qora chaplayotganligini, Bengal hay'atining bu qitimliq ziyorat orqali haqiqiy ahvolni egillaganligini da'vo qilgan. Bengal musulmonlari izchil turda Uyg'urlar uchun ovoz chiqarib kelayotgan bo'lib, har yili Sharq Turkistonning Jumhuriyat kuniga o'xshash alohida kunlarda turli namoyishlarni tashkillab, Xitoyning jinoyatini ayblab kelmoqda. Xitoy bu qitim Bengal Islom partiyaları o'mekini taklif qilib, soxta ko'rinishlar orqali Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik jinoyatini, islom va musulmonlarga qarshi terror siyosatini pardozlashga, Bengal xalqining ko'zini bo'yashga urindi. Amerika Xitoyga qarshi olam boshliqi qismi o'rinlashtirdi. Amerika olam boshliqi qismlari Xitoyning rayondagi tahdidlarni to'sish uchun Yaponiya poytaxti Tokiodagi bazada olam boshliqi harbiy qism qurdi. Kyoto xabar agentligining 4 dekabr xabar qilishicha, Xitoyning Hind Tinch okean rayonidagi ta'sirini kuchaytirishi va Shimoliy Koreyaning boshqariladigan bomba tahdidlarini nazarda tutgan Yaponiya ittifoqdoshi Amerika bilan harbiy hamkorlikni kuchaytirgan. Amerika olam boshliqi qismlarining Hind Tinch okean qo'mondoni general-mayor Antoni Mastaler muxbirlarni kutib olish yig'inida Tokiodagi Yokota havo armiya bazasida olam boshliqi faoliyatlariga mas'ul harbiy qism qurganligini, buningdagi asosli maqsadining Shimoliy Koreya va Rossiyaga o'xshash davomlashayotgan tahdidlardan boshqa, Xitoyning Hind Tinch okean rayonidagi muqimlikqa tahdid selish maqsadidagi tajovuzchilik harakatlarini cheklash ekanligini bildirgan. U bayonotida yana Amerika Yaponiya ittifoqi burunqidanmi kuchaydi va hozir olam boshliqida tinchlik va muqimlikni qo'g'dashga tayyor. Harbiy qism Yaponiyaning olam boshliqini ko'zitish va boshqariladigan bombalardan ogohlantirish iqtidorini yuksaltirish qatorliq jihatlarda maslahat beradi degan. Amerika olam boshliqi qismi bo'lsa, Amerika havo armiyasiga tava bo'lib, Tokioda qurilgan harbiy qism Yaponiyaning havo mudofaa qismlari bilan moslashishni ishga oshirishni maqsad qiladi ekan. Tashkilotlar birligi hay'ati Malayziya tashqi ishlar ministri maslahatchisi bilan ko'rishdi. Malayziyada ziyoratda bo'layotgan Xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlar birligining raisi Hidoyatullo O'g'izxon bilan bosh kotib Abdurashid Amin Hoji 5 dekabr Malayziya tashqi ishlar ministrining maslahatchisi Ahmad Azzam Abdurrahman bilan ko'rishdi. Hay'atni ministr maslahatchisi ishxonasida kutib olgan bo'lib, ular suhbat jarayonida Sharq Turkistonning navbatdagi echinishlik vaziyati bo'libmi, Xitoyning Sharq Turkistonda ijro qilayotgan islom va musulmonlarga qarshi terror siyosatini, xalqni turma va jazo lagerlariga keng ko'lamda qamab, turli vositalar bilan irqiy qirg'inchilik yurgizish jinoyatini tafsiliy tunishtirgan. Orqadan Sharq Turkiston masalasini Malayziya va boshqa islom dunyosining rasmiy va g'ayri-rasmiy munbarlarida kun tartibga keltirish masalasi to'g'risida fikr almashtirgan. Rossiya bilan Shimoliy Koreya hamkorlik kelishimi kuchga ega bo'ldi. Rossiya bilan Shimoliy Koreya o'rtasidagi strategik hamkorlik kelishimi kuchga ega bo'ldi. Rossiya tashqi ishlar ministrligi bayonot e'lon qilib, Rossiya muavin tashqi ishlar ministri Andrey Rudenko bilan Shimoliy Koreya muavin tashqi ishlar ministri Kim Jong-gyoning poytaxt Moskvada hamkorlik kelishimining kuchga ega bo'lganligini mazmun qilgan kelishimga imzo qo'yganligini uqtirdi. Kelishimning ruhiga asosan Rossiya bilan Shimoliy Koreya o'rtasida imzolangan keng doiralik strategik hamkorlik kelishimi kuchga ega bo'lgan. Rossiya prezidenti Vladimir Putinning iyundagi Shimoliy Koreya ziyorati jarayonida ikki davlat o'rtasida keng doiralik strategik hamkorlik kelishimi imzolangan edi. Ma'lum bo'lishicha, bu kelishimda taraflardan biri hujumga uchraganda o'zaro harbiy yordam qilish, Sharq-Shimoliy Osiyo va Osiyo Tinch okean rayonlarida bexatarlik sistemasi qurib chiqish ta'kidlangan.
İsrailiyaning hujumlarida qazo qilgan falastinliklar 45 mingga yaqinlashdi. İsrailiya armiyasining 2023-yili 7 oktyabrdan buyon davomlashtirayotgan G'azza hujumlarida o'ldirilgan falastinliklar soni 44580 ga yetdi. G'azzadagi Falastin Sahiyya Ministerligi İsrailiyaning G'azzada 426 kundan buyon davomlashtirayotgan hujumlari to'g'risida bayonot e'lon qildi. Bayonotga asoslanganda İsrailiya armiyasi yaqinqi 24 soat ichida G'azzada 5 qatim qirg'inchilik sodir qilib, yana 48 falastinlikning joniga zomin bo'lgan, 201 falastinlikni yaralandirgan. Bayonotda ko'rsatilishicha, İsrailiyaning G'azzaga qaratgan hujumlarida o'ldirilgan falastinliklar soni navbatda 44580 ga, yaralanganlar soni 105739 ga yetgan. Bayonotda yana xarobiyliklarning ostida va yo'l bo'ylarida qazo qilgan kishilarning borligi, ammo İsrailiya askarlarining to'salg'usi sababidan davolash atriti va xalq mudofaa xodimlarining jasadlarini yo'tkiyolmayotganligi qayd qilingan. Koreya prezidenti vatanga sotqinlik qilish bilan ayblandi. Janubiy Koreya soqchi idorasi davlat prezidenti Yoon Suk Yeolni harbiy holat e'lon qilib, vatanga sotqinlik qilgan degan jinoyat bilan ayblab tekshirish boshladi. Koreya soqchi idorasi Koreyani qayta qurish partiyasi nomli o'qituvchi partiya va 59 faoliyatchining arziga qarab chiqib, Yoon Suk Yeolni harbiy holat e'lon qilib, vatanga sotqinlik qilgan degan jinoyat bilan tekshirishga boshlaganligini e'lon qildi. Arznamalarda Yoondan boshqa harbiy holat bekor qilingandan keyin xizmatidan iste'fo bergan sobiq mudofaa ministri Kim Yong Hyun harbiy holat qo'mondoni qilib tayinlangan armiya bosh shtab boshlig'i general Park An-su va ichki ishlar ministri Lee Sang-minmu vatanga sotqinlik qilish va boshqa jinoyatlar bilan ayblangan. Bulardan sirt hokimiyat beshidagi Xalq kuchi partiyasi rahbari Han Dong-hun o'qituvchilarning Yoonni vazifasidan qoldirish taklifining ma'qullanishini to'sish uchun kuchaydiganligini bildirgan bo'lib, ati muzokara qilinadigan bu taklifning parlamentdan o'tishi uchun 3 dan 2 ko'p sonliqning qo'llab bilet tashlashi talab qilindi ekan. Davlat prezidenti Yoon Suk Yeol o'qituvchilarning davlatga qarshi faoliyatlariga qatnashganligi sababidan 3 dekabrda harbiy holat e'lon qilgan bo'lib, harbiy holatni ijro qilishga buyurilgan harbiylar parlamentga kirgan edi. Parlament jiddiy yig'in chaqirib, harbiy holatni bekor qilish taklifini ma'qullagan. Parlament raislik ishxonasi harbiy holatning inovatsiz qilinganligini jakarlagan edi. Buning bilan Yoon qaroridan chekinib, ministrlar kabineti yig'ini ochib, kabinetning ma'qullashidan keyin harbiy holatning oxirlashganligini e'lon qilgan edi. Hama shahar markazi Suriya o'qituvchilarining qo'liga o'tdi. Hamaning Mazarib, Sanoyi va Arba'in mahallalarini qo'lga tushirgan qurolliq o'qituvchilar shahar markazining ichki qismlariga ichkirlab kirib, shahar markazining kontrolligini butunlay qo'lga oldi. Turkiya ovozi radiosining xabarida bildirilishicha, Bashar Asad kuchlari o'qituvchilar Hama shahar markaziga kirgandan keyin chekinib chiqib, qaytadan harakatga o'tadiganligini e'lon qilgan. Suriyadagi ichki urush 2011-yili boshlangandan buyon Hama viloyati tunji qatim hokimiyat kontrolligidan butunlay o'qituvchilarning qo'liga o'tgan bo'lib, mazkur viloyat Humus orqali Laziqiya va poytaxt Damashqqa besim tushirishda strategik ahamiyatga ega ekan. Hama viloyatining o'qituvchilarining qo'liga o'tishi bilan poytaxt Damashq bilan Idlib va Halab o'rtasidagi bog'lanish uzilgan. Poytaxt Damashqning o'qituvchilarining olg'a ilgirlash yo'nalishida bo'lishi Bashar Asad hokimiyati uchun aytganda texmi cho'ng xatardan derak berdi ekan. Hurmatli ko'ruvchilar, shunday qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Inshaalloh atiki programmamizni ko'rishgacha omon bo'lg'aysizlar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.